Ertalabdan qishloq juda ham chiroyli ko'rinyapti. Shunchalik ham uxlaymanmi? Ertalab zot 11 bo'lib ketganmi? Ertalab qoldim, 11 bo'lguniga obed bo'ladi-ku. Men bitta yuzimni, yuz qo'limni yuvib chiqayin. Oppa, hamma yog'im yuvildi-ku, amayli yiqilib ketdim. Bo'ldi, короче, birato'la cho'milib ham oldim. Endi borib qishloq bir aylanib, jetellarga yordam kerak bo'lsa yordam berib kesam bo'ladi. Juda ham zerikarli, qishloq uyda o'tiraverish bo'lmaydi, короче. Nima bilandir mashhur bo'lish kerak, vaqt o'tkazish kerak. Tamom, hozir mana telefonda borib janomerga berib kelishim kerak, chunki o'tgan galgi videoda bilsanglar, bobomni o'g'irlab ketishgandan keyin o'sha telefondan foydalanib telefon qilib olgandim politsiyachilarga. Xo'p, hozir polis ekinlarni yig'ishtirish kerak. Ja, o'zimni polis ekinlarim kutib turadi, boshqalarni polis ekinligiga yordam beraman, bilmayman. Aytgancha bugun chotki bitta kino bor, o'sha kinoni ko'rishimiz kerak. Jetellar bilan yordam bersang ko'ramiz deyishganda, o'shanga hozir oho, mana yordam, shuncha yordam berish kerak. Polizingni yebsan-ku, ha, uyda ham yebdi. Yedik, och qolgandik-da. Och qolmay o'l. Endi senlarga buni tuzatib berishim kerak. Kun bo'yi qilishga mana ish chiqdi. Mana shu jetellarni uylarini tuzatib bersam, keyin kino ko'ramiz. Kino ko'rish uchun joylarini tayyorlasam, tamom, o'zi shu bilan bir kun vaqtim o'tib ketadi. Yaxshi bo'ldi. Zato bekor o'tirgandan ko'ra nimadir ish bilan shug'ullanganim yaxshi-ku, to'g'rimi? Yo noto'g'ri gapiryapmanmi? Obunachilar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kommentariya doim o'zi kommentda dahshat aktiv bo'lyapsizlar, qo'yib sizlarga. Xo'p, ana endi bu yerni to'ldiramiz va bu yerni ham to'ldiramiz. Всё, normalniy bu yerga ham bitta ildiravamiz. Mana har ko'ribsanmi polizingda? Ha, chotki rahmat, addoshi jigar. Jigar bo'lib qolaman-da keyin, yordam berganimdan keyin. Endi yordam bermasang jigar demayman-ku. Shunaqa. Tak, hozir qaralaring. Men uyda ham so'zlab berishim kerak. Keyin ham bitta ishlarim bor. Avval janob merga telefonni berib kelay. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, va johar masa. Qani, nima demoqchi? Bor ekan-chi, boshimni ortma. Siz gapirishni bilmaysiz, men boshingizni ortyapmanmi? Nima qilay? Bo'ldi, bor yo'qolay, asabni to'zma. Mayli, boshingizni ortmadim. Men telefoningizni olib kelgandim. Rahmat addoshi. Bo'pti, mayli, boraver. Mayli. Xo'p, ana endi nimalar qilsam bo'ladi? Bitta reja tutish kerak. Normalligini vaqt o'tkazish uchun quduqqa bitta sakraymi ekan? Yo'q, sakraymayman. O'zi ertalab polizimni o'rtasidagi suvga tushib ketganim yetadi. Qalaysan, jetel? Yaxshi, rahmat, o'zingga yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Men qishloq tepadan bitta kuzatay qani, kimlar nima qilyapti ekan. Oho, zerikarli hech kim yo'q qishloqda. Men esa o'zim bilgan bilan yuribman, bilgan ishlarimni qilib degandek. Mana shu poliz o'rtasida sakrab olaman. Let's go. Okay, yaxshi. O'sha parkurchi bo'lib ketyapman. Kundan kunga yaqinda parkur bo'yicha chempionat qo'raman, bilmayman. Xo'p, nima qilsam ekan, nima qilishni bilmay qoldi odam bor. Mayli, hozir bu yerdan taporda olamiz. Borib o'sha buzilib qolgan uyni to'g'rilab beraman, keyin yana bitta ikkita ishlar qilaman. Короче, vaqtimni bekorchi o'tkazgandan ko'ra foydali narsalarga sarflab o'tkazaman. Qo'ji yetel, yo'lda turma. Nima qilyapsan? Ahmoqmisan? Jinnimisan sen o'zing? Qo'y jetel, qalaysan, ishlar yaxshimi? Zo'r. Polizni bizga yaramas. Nima pichirdab gapirasan, balandroq gapir. Polizni bizga yaramas deyman. Uzr, kechirasan, mana poliz ekinlaring bilmasdan bosib o'ribman. Oyog'im tegib ketdi. Ya'ni bosib o'ribman-da, oyog'im bosganimdan oyog'im tegadi. Qo'lim tegmaydi. Qo'lim bilan bosish qanday bo'ladi? Qo'l bilan bossa bo'ladi-ku, lekin aslida oyoq bilan bosiladi, oyoq osti qilinadi. Hozir ana uyda ham so'zlashib o'rsam, keyin menimcha boshqa ishim qolmasa kerak. Normal harakat qilaman oxirigacha maksimal hamma ishlarni tezroq qilib tashlashga. Xo'p, bu tak ana endi bu yerdan bir ikkitasini taxtaga aylantirib yuboramiz. Sabab taxta ham kerak-da bizga. Taxtali joylari bor bunaqangi. O'sha joylarni taxta qo'yish kerak. Okay. Qo'yilmadi shekilli. Qo'yilgan ekan. Qo'yilmabdi-yu, men pastga tushib ketibman. G'alati. Aytgancha mana bu yerda zinasi bor ekan, tepaga chiqib oling, narvon to'g'rirog'i. Tak, bu yerga bitta, mana bu yerga ham bir amallab qo'yib bo'lmayapti-ku. Qanday qo'yamiz? Mana zaborni olib tashlaymiz birinchi o'rinda. Keyin qo'yib, zaborni keyin qo'yamiz. Mana takoy bo'ladi, normali. Xo'sh, mana buni menimcha noto'g'ri qo'yib yubordim. Rostdan buni noto'g'ri qo'yib yuborib, buni olib turib, bu yerga daraxt qo'yib yuborish kerak. Всё, tagiga bundan bitta, keyin o'sha bitta burchak tushib ketdim. Anichivo. Daraxtlar tugab qoldi, daraxt olib kelish kerak. Qayerdan daraxt olib kelsam bo'larkan? Jetel, daraxt ko'rmadingmi? Ko'rdim, urmoqda ekan. Mayli. Janob mer, aytgancha sizga bir narsa aytmoqchi edim. Biz kino ko'rmoqchimiz kechga. Mayli, ko'rsang ko'raver. Juda ham yaxshi. Janob mer ruxsat berdi. Endi biz kechga kino ko'rsak bo'ladimi? Mana shu yerda qilamanmi kino ko'radigan joyda?
ya'ni kino teatrga o'xshash birorta narsa qilaman shu yerdan. Menimcha shu yer cho'tki joy, boshqa o'zi cho'tki joy topish qiyin masala. Hozir men narsalarni to'g'rilab olishim kerak, zakaz qilib olish kerak, bir ikkita stul deganday narsalarni. Keyin kattakon televizor zakaz qilish kerak, chunki kattaroq televizor bo'lsa, masa qilib ko'rsa bo'ladi, hammaga ko'rinadi. Zakaz qilindi, bilmayman endi qachon. Assalomu alaykum bratan. Qaraysan, tinchmisan? Ha, tinch. Nima gap? Men zakazingni olib kelgandim. Qanaqa zakaz? Ana televizor, stul deganday narsalar ana yashikda turibdi. Menga pul bersanmi? Ha, mana olishingiz mumkin pullarni. Ha, bo'pti, hozir olaman. Sabr qilib tur. Urmas, ana olay. Ha, bo'ldi, sanab oling bemalol. Bo'pti, qarochi ketdim men. Aytgancha. To'xta. Eshigingni ochib qo'yaman. Menga yeta olmaysan. Go. Mayli, ditski ekan salgina. Mayli, hech narsa qilmaydi. Men esa hozir o'sha narsalarni shunday olamanda olib borib, joyini tayyorlashni boshlayman. Ya'ni o'sha kino ko'rish, pitsa ham olib kelib beribdi. Pizzani nima qilamiz? Yeymiz ekan, ish nima qilishimiz mumkin? Pechenyelar, yana nimadir narsalar. Qarochi shu narsalarni shunday o'rnatib yuboraman. Hozir takoy bo'ladi. Bor qishlog'imizda birinchi marta bunaqa kino ko'rish zali ochilgan bo'ladi. Hech kim bunaqa zalni umrida ko'rmagan bo'ladi. Bilmayman, balki rostdan ham umrida ko'rmagandir, balki umrida o'tirib ham ko'rmagandir mana stullarga. Xo'p, mana cho'tki stullar o'rnatdim endi. Bu yerga tak divanlarda qanday qo'ysam bo'ladi divanlarni. Tak bunaqasiga qo'yaymikan? Farqi yo'q, bunaqa qo'ydim nima, unaqa qo'ydim nima. Endi mana bu yerga garojdak bunaqa qilib qo'yib, televizorni qayerga qo'ysam bo'ladi? Bu yoqqa qo'yaymikan, nariyoqqa qo'yaymikan? Bu yoqqa bunaqa qo'yib bo'lmas ekan. To'xtanglar. Xo'sh, buni mana bu yerga qo'yamiz. Takoy. Endi televizorni shuni ustiga qo'yaman. Lekin mana bular bor narsa yeb ichib o'tiradi-da, keyin atak bu yerga ham qo'yib qo'ysam bo'ladi. Bu yerga narsa yeb ichadiganlar o'tiradi. Televizor ko'radiganlar esa stulga o'tirib, ya'ni stulga o'tirib ko'rishadi. Mana bu pult bilan cheki boshqarib bo'ladi. Dahshat bo'ladi qarochi. Menimcha hammasi cho'tki bo'ldi. Ana endi borib JTLlarga qolgan ishlarni ham yordam berib qilishsam, keyin kechga kino ko'rishni boshlaymiz. Xo'sh, JTLlar qani? Voy JTL, kechga kino ko'ramiz. Tayyorlan. Mayli, tayyorman. Davay, ishlarni ko'r, davay. O nima sen pichirlab gapirasan? Davay deyman. Sen ham tayyormisan? Kino ko'ramiz kechga. Mayli, men ham boraman. Bunisi ham pichirlab gapiradi. Borasanmi kechga? Boraman. Ha, bo'lma, pichirlab gapirmas ekan. Eshitdim-da gapingni pichirlab gapirma deganingni. Ha, yaxshi. Sen ham kechga kino ko'rishga o'taman mana yoqqa. Mayli, o'taman, davay. Aha, mayli. Hammalaring o'tlaring, agar janob mer qopdi-ku. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, nima deysan? Kechga kino ko'rishga o'ting, mana meni uyimning yoniga. Bo'pti, esimda tursa o'taman. Esingizdan chiqib ketmasin. Bo'pti, eslab qo'yaman. Mayli. Kim qoldi? Menimcha hammani aytib chiqdim shekilli. Eski binoning ichida hech kim qolmagan bo'lsa kerak. U yerda odam yashamaydi-yu. Xo'p. Bilmayman kino qachon boshlanadi. Kino tezroq boshlansa edi, o'tirib kinoni ham ko'rardik. Atak futbol bo'lsa, futbol ham ko'rardik. Atak ko'riladigan futbol qolmadi. Jahon chempionatidan O'zbekiston qaytib keldi. Jahon chempionati ko'raylik desak, o'zi foydali hech narsa qolmadi televizorda ko'rish uchun. JTlar hamman kechga kino ko'rishga chiq. Nima qilyapsanlar senlar? Shunchaki haligi o'shanaqa qilayotgandik. Sen ham o't. Qarochi bu yerda cho'tki joy qilganman. Kino ko'ramiz kechga. Mayli, o'tamiz. Vahima qilmagan o'tamiz. Mayli, men yana bitta suvga tashlab yuborayda. Kun issig'iga o'z mana shu narsadan boshqa narsa odamga yo'qmayapti, qaranglar hozir. 1 2 3 ga sakrayman. 1 2 3 4 puf. Okaja, dahshat. Vobshe yo'l qilib tashladim, boru.